Yosh balalarni umrini qazon qilishdan Xudodan qo'rqmaysizmi? Nevaramga Azatbekka yordam beringlar, jon balalarim, iltimos sizlardan. Balalarimni hech qachon bunday ahvolga tushishiga yo'l qo'ymayman. Tergovchilar nohaqdan birinchi jinoyat ishini yordam so'raymiz, chunki ular yosh bo'lishiga qaramasdan tuhmatlarni qurboni bo'lib kelyapti. Keyin 276-moddani ikkinchi qismi bilan ish qo'zg'atyapti-da, hech bir asossiz bir kun o'tgandan keyin 273 qasddan o'zgartirilyapti. Pulimni bering, qaytarib, Xudodan qo'rsanglar beringlar. Nimaga unday qilib berdi bo'lmasa uni qo'lida ekan. 100 marta ilandim. Otajon yordam qiling, o'qituvchini balasi sizdimi? Nohaq tuhmatlaringiz uchun jinoiy javobgarlikka torttiraman, albatta. Vorishlaringizda haqiqat qaror topishini sizlardan yalinib yolvoraman, bu jonni so'rayman. Bizning murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisiga, Ichki ishlar vazirligiga. Bizning o'g'illarimiz bugungi kunda nohaqdan qamalib kelmoqda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudini 2026-yil 22-iyuldagi hukmidan norozimiz. Chunki Kattaqo'rg'on tumani tergovchilari, advokati Xudoyberdiyev Aminjon o'zlarini bilganlaricha palapartish holda tuhmon, bo'xton bilan birgalikda tergov ishini amalga oshirgan va bugungi kunda bizani o'g'illarimiz nohaq bu ayblovlardan jabr chekmoqda. Biz o'ylaymizki, O'zbekiston Respublikasining prezidentidan, Oliy sud raislaridan, Ichki ishlar vazirligidan yordam so'raymiz, chunki ular yosh bo'lishiga qaramasdan tuhmatlarni qurboni bo'lib kelyapti. Iltimos, prezidentimiz bizga yordam bering. Bittasiga 10 yil, bittasiga 11 yil berib yubordi. Tergovchilar nohaqdan birinchi jinoyat ishini firibgarlik bilan boshlayapti-da, keyin 276-moddani ikkinchi qismi bilan ish qo'zg'atyapti-da, hech bir asossiz bir kun o'tgandan keyin moddalar kvalifikatsiyasi o'zgarib ketib 273-moddani 5-qismiga qasddan o'zgartirilyapti. Tergov organlari, nahotki Qarshiyev Ahmadjon, sizning farzandingiz, oilangiz yo'qmi? Siz nahotki mana shu kimlarnidir bosim ostida, kimlarnidir gapiga kirib, yosh balalarni umrini qazon qilishdan Xudodan qo'rqmaysizmi? Xudoyberdiyev Aminjon, $12,500 bilan bitta qo'yni olyapsiz-da siz. Nohaqdan balalarni 10 yil, 11 yilga qamatib yuboryapsiz. Siz Xudodan qo'rqmaysizmi? Men oxirigacha prezidentgacha boraman. Pulimni ham olaman, qilgan nohaq tuhmatlaringiz uchun jinoiy javobgarlikka torttiraman, albatta. Oyog'im yurib tursa butun dunyo ko'radi. Konstitutsiyaviy sudgacha chiqaman men. Qarshiyev Ahmad bilan Xudoyberdiyev Aminjonni oxirigacha tinch qo'ymayman. Qilgan ishi uchun jinoiy javobgarlikka torttiraman kerak bo'lsa. Pulimni bering, qaytarib, Xudodan qo'rsanglar beringlar. Yo'q, beringlar, qaytarib, menga pulimni men yo'lkiroq qilib Oliy sudga boraman. Men qo'y dedingiz, qo'y berdik, pul dedingiz, pul berdik. Nima xato o'tdi ayting, yana so'rasangiz yana beraydik-ku. Bo'lmayapti, bering tashak desangiz yana beraydik-ku. Opajon, hozir boraman shunday. Hozir chiqib boraman. Nima Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Xudodan qaytadi. Opajon, menda ayb yo'q. Menga nima deysiz? Xudodan qaytishidan qo'rqinglar. Ikki qo'lim Xudo teppaga meni, ikki qo'lim teppaga. Kechadan beri yurolmayman, yuraklarim og'riydi. Ikki qo'lim Xudoga, har 5 vaqt namoz o'qib, peshanam sajdaga Xudo deyman, ishonasizmi? Balalaringizdan qaytishidan qo'rqinglar. Siz ham Ahmadjonim, pulimni beringlar qaytarib. Opajon, hozir boraman shuni, hozir ketaman sizdan hozir. Olganmi, olmaganmi? Mana oxirgi olmaydi. Menga ishonmaysiz biron. Olganmi, olmaganmi? Mana oxirgi olmaydi. Menga ishonmaysiz biron. Olmaydi. Menga ishonmaysiz, olmaydi. Menga ishonmaysiz. Nimaga unday qilib berdi bo'lmasa uni qo'lida ekan. 100 marta ilandim. 100 marta ilandim. Otajon yordam qiling, o'qituvchini balasi sizdimi? Men oylikka kun ko'raman dedi. Bilasizmi, qulog'imgacha qarz bo'lib ketdim. Opajon, hozir boraman. Bolalarimiz shu darajaga yetadi deb biz hech qachon tarbiya qilmaganmiz. O'qimishli nevaram rahmatullahi Firdavsjon juda aqlli, esli, farosatli bola edi. U maktabda ham a'lo darajada diplom yaxshi bilan bitirgan. Nima edi bilan bitirgan.
u institutga kirdi. Milliy Toshkentda milliy universitetga o'qiydi. Uyga ham tarbiyasi juda yaxshi. Farzandim 11 ta bo'lgan bilan nevaralarim ichida eng aqllisi, eng farosatlisi Firdavsjon edi. Firdavsjonni bunday yo'lga kirib ketishiga biz hech qachon ishonmagandik, kirmasdi ham. U nohaq qanday tuhmatdan mana shunday uyushtirib, masalasi qilib, uni bo'lsa shunday turmuxonaga mana milsalar borib olib ketib, uni urib, so'kib, nima qilsa qilib, bularni bo'yniga bo'lmagan narsalarni oldirib, nevaramni Asadbekni ikkalasini shunday qilib olib ketib urib, bo'ynilariga qo'yib jazo bergan. Men Aminjonni ham ko'rdim, u bilan maslahat qildim. Qo'limdan kelgancha men onaman, buvisiman uni. Lekin men uni uyga kelganiga to'g'ri, men hech qachon bunday bo'ladi o'ylaganim yo'q edim. Men uni eshitganimdan keyin urib uydan chiqaraverdim, chunki aybdorman bu uchun. Prezidentimizga rahmat, lekin men ko'rdim, turmuxxonasini ham eshitdim, boshqasini ham eshitdim balajonim. Iltimos sizdan, Shavkat Mirziyoyev, men nimaga tengdoshim ekansiz, nevaramga yordam bering. Unaqa balam emas, balamni balasi. O'rgilay sizdan, Ilohim sizni yuzlaridan nur yog'ilib tursin. Bizga g'ajligi bor yuring, Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Nevaramga Asadbekka yordam beringlar, jon balalarim, iltimos sizlardan. Balalarim hech qachon bunday ahvolga tushishiga yo'l qo'ymayman. Iltimos balajonim. Sizga ham rahmat bloger balam. Ilohim yuzlarga kiring. Zaydapa ham yuzlarga kirib yuring. Lekin nabiramni juda ham yaxshi ko'rganmiz. U hech qachon bunday ishni qilmagan deb qilmaydi ham biz unga ishonamiz ham. Lekin nohaq qamalgan, nohaq tuhmatdan qamalgani uchun biz tergovchi advokatga hech qachon dosh qo'ymayman. Mayli bugun men ertaman, men o'lib ketadigan odamman. Men uni nima qilsam qilaman? Men shu bugun shu narsalarni eshitdim. Allohga uni kifoya qildim, ularni kifoya qildim, ularni balajonim. Vorishlaringizda haqiqat qaror topishini sizlardan yalinib yolvoraman, bu jonni so'rayman. Iltimos sizdan bizani farzandlarimizni, yosh bolalarni noqonuniy ushlab turibdilar. Tergovchilar aybsiz aybdor qilib bolalarimizni qamoqqa olishdi. 276 bandi bilan bir kecha qo'ydirildi. Ertasi kuni bir kechani o'zi 25 bandi bilan asossiz ravishda olib tashlandi. Aybsiz aybdor qilib, shularni o'zi boshchiligingizda ko'rib chiqishingizni xohlayman. Farzandlarimiz hali yashagan umridan yarmidan ko'pini beraveryapti. Hech bir ona manchalik qiynalishni xohlamayman. Men o'sha yonimizda, qo'shnimizda ham o'zimni balamdan ortig'ini ham ko'raydim bu balani. Dadasini ham bitta ko'zi ko'rdi, hozir ikkinchi ko'zim nol bo'lib qolgan. Nervi qilganlardan dadasi shu ahvolga tushdilar. Bunday emasdilar. Bu ahvolga tushishlari shu mana shularni Ahmad tergovchi, Amin aka aybdorlar. Balalarimiz shu ahvolga tushishiga ham, dadasi shu ahvolga tushishiga ham bir ko'zini yo'qotdi. Endi qanday qilib buna qilamiz? Boquvchim bitta yagona Asadbekman hozir. Yagona boquvchim shu kichkina o'g'lim ham o'zi nogironda, ishga layoqatsiz edi. Tug'magan nogironda. Adolat qaror topishini so'rayman. Men boshqa gapira olmayman. Mana shu joyda qo'shimcha qilmoqchimanki, inson shunchalik ham bo'ladimi? Mana qarangda, insonlar qonunlarimizni tushunmasligi mumkin, konstitutsiyani tushunmasligi mumkin, lekin tergovchi shunchalar ham ish olib boradimi? insonlarni loh shunchalik bir huquqiy savodxonligi, bilimi yo'qligidan foydalanib, biz o'zimiz olib borgan advokatni urib, ruhiy tazyiq o'tkazib, rad qildiryapti-da. Ichkaridan o'zini advokatini qo'shib, va'dalashib, ishontirib oddiy xalqni ishimiz zo'r bo'ladi deb o'zini advokatini oldiryapti-da, o'zini yovuz maqsadiga erishyapti va natijada bizani farzandlarimizga katta surok olib beryapti-da, o'zlarini pagonlarini ko'tarishga harakat qilyapti. Tergovchilar, advokatlar, sizlar ham Allohning bandasizlar, insonsizlar, farzandlaringiz bor, oilalaringiz bor. Nahotki Xudodan qo'rqmaysizlar? Bitta pagonni oshiraman yoki yuqoriroq daraja mansabga erishaman yoki yaxshiroq daromad oylik olaman deb ikkita norasida go'dakni, bolalarni hayotini shunday qilish o'rish qanchalik to'g'ri?
Nima deb o'ylaysizlar? Hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, Oliy sud rahbariyati, Ichki ishlar vazirligi rahbariyati, iltimos qilamiz, adolat qaror topib, mana shu quyi tabaqadagi tergov organlarida bo'layotgan mana shunday ishlarni nazoratga olib, bizaday qiynalib, bugun ko'chama-ko'cha, vazirlikma-vazirlik, sudma-sud yurgan onalarni, otalarni ishini yengillashtirib, ularga yordam berishlaringizni so'rayman. Undan tashqari, jinoyat ishi doirasiga e'tibor beradigan bo'lsak, Oliy sud plenum qarorlari qo'pol, asossiz, qonunsiz ravishda buzilib, so'roq va tergov jarayonlari amalga oshirilgan. Bunga nima deyish mumkin? Nahotki biz yashayotgan demokratik, adolatli jamiyatda, davlatda qonun ishlamaydi. Nahotki bugungi kunda ana shunday qonunsiz, adolatsiz tarzda minglab ota-onalarni farzandlari jabr, zulm chekib kelyapti va tuhmatni qurboniga aylanyapti. Xuddi bugungi kunda mana shu bizani boshimizga tushib turgan mana shunday ishlar ham ana shunday savodsiz, o'zini manfaatini, qanaydir bir huquqiy savodxonligi yo'q bo'lgan odamlarni ongini pastligidan foydalanib, o'zlarini karyerasini ko'tartirib, masalan, pagonini, unvonini oshirib, respublika darajasidagi rahbarlarning qo'lidan orden olish uchun nahotki ikkita bolani taqdirini nol qo'yapti. Axir bizning farzandlarimiz ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi-ku, qonun hamma uchun bir xil-ku. Amaliyotda ko'rsatilayotgan 2026-yildagi sudyalar tomonidan qabul qilingan qarorlarni men bittalab ko'rib chiqdimda, hech qaysi O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga aynan ana shu moddalar bilan buncha so'roq berilmagan ekan. Men ko'rib chiqdim. Nima qonun hamma uchun bir xil ishlash kerak-ku? Nima uchun boshqaga 5 yil, boshqaga 4 yil, boshqaga uy qamog'i berilyapti-da, bizning farzandlarimizga juda ham katta so'roq berilyapti. Hurmatli mutasaddilar, tergovchini, advokatni mana shunday kelishib olib ish qilayotganlariga qonuniy va huquqiy baho berib chora ko'rishingizni so'rayman. Uylanmagan bolalarni Oxirigacha boraman, qo'ymayman. Xalqaro sudgacha chiqaman. Bularni o'sha kirdikorlarni ochamanki, hech qanday menga o'xshab butun O'zbekiston onalari qiynalmasin. Hamma bilsinki, tergovchi predlagat qilgan, aytgan advokat hech qachon bo'lmaydi. Hech qachon sizni foydangizga ishlamaydi. Faqat sizni pulingizni olib ichkariga tiqib berar ekan. Tamom. Bizani qonunlarimizni bular faqat o'zini manfaati yo'lida ishlatar ekan. Tamom, men shunday xulosaga keldim. Chunki mana sud hukmi o'qilganiga 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri suyayim choqilib ketdi. Sudma-sud, vazirlikma-vazirlik, qabulma-qabul yurib choqilib ketdi. Lekin o'ylaymanki, yaqin kunlarda prezidentimizning qabullariga ham kiraman inshaalloh. Umid qilaman Xudodan. Alo, assalomu alaykum. Amin aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Amin aka, men bugun viloyat sudida sud bo'lish kerak edi-ku. Firdavslarning sudi. Men shu sudga bloger chaqirganman. Sizda hamma zapislaringizni ijtimoiy tarmoqqa chiqarmoqchiman. Ahmadjonni ham o'zingizga ham ogohlantiryapman. Shunga ogoh bo'linglar, qilgan ishlaringiz uchun javob berasizlar. Pulimni qaytarib beringlar yaxshilikcha. Yaxshi yomon bo'lmaylik akajon. Shunda men shartnoma bo'yicha pul olganman, to'lov qilganman. Xo'p, zapislaringiz bo'yicha nima deb? Mayli. Arizada yozilgan vaziyat bo'yicha pul olmaganman. Bemalol. Zapislaringiz bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Yo'q, hali shartnomada ko'rsatganman. Qilgan ishlaringiz-chi? Xo'p, qilgan ishlaringiz-chi? Jinoyat ishi doirasida. Jinoyat ishi doirasida qilgan. Hammasini qonuniy qilganman. Qonuniy iltimoslarni kiritganman. Bemalol. qonuniy qilganingiz yo'q halicha, hayma. Qonuniy qilganingiz yo'q halicha. Hayma. Hammasini qonuniy Hech qanday qonuniy qilganingiz yo'q. Nima uchun 102 qilib olib kelyapsiz-da?